O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilab qo'yilganidek, oliy ta'lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish, yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini kamida 50% ga yetkazish, umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarini oliy ma'lumotli pedagog kadrlar bilan to'liq ta'minlash, 30 ta oliy ta'lim muassasasining ta'lim dasturlarini xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazish, oliy ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqotlar natijadorligini oshirish va ilmiy salohiyatini 70% ga yetkazish, qo'shimcha 120 ming o'rinli o'quv binolari hamda 150 ming o'rinli talabalar turar joylarini qurish ko'zda tutilgan. Shu nuqtai nazardan prezidentning tegishli qaroriga asosan Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali tashkil etildi. Oliy dargohda bugungi kunda 2 ta fakultet, 10 ta kafedra va 10 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishlari hamda 8 ta magistratura mutaxassisliklarida jami 4310 nafar talaba tahsil olmoqda. Shundan 1469 nafar talaba kunduzgi ta'lim shaklida, 1128 nafar talaba sirtqi ta'lim shaklida va 68 nafar talaba Rossiya Federatsiyasining Qozon federal universiteti bilan 3+1 qo'shma ta'lim dasturi asosida hamda 3 ta ixtisoslik bo'yicha 14 nafar tayanch doktorant, 2 nafar stajyor tadqiqotchi va 2 nafar mustaqil izlanuvchi talabalar ta'lim olmoqda. Bugungi kunda yoshlarga jami 147 nafar professor o'qituvchi ta'lim tarbiya berib kelmoqda.